Diqqat qiling, shoshilinch tezkor xabar. O'zbekistonda mart oyining birinchi haftasida qanday ob-havo bo'lishi ma'lum qilindi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan so'nggi va dolzarb xabarlarni har doim kuzatib borishligi uchun videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, bu hafta O'zbekiston bo'ylab faqatgina yomg'ir yog'adi. Bu haqida O'zgidromet xabar qildi. Qayd etilishicha, shimoliy hududlarda faqat 3-4 mart kunlari yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Havo harorati kechasi +3-+8 daraja, shimolda esa -3 darajagacha sovuq bo'ladi. Kunduz kunlari 10-15 daraja issiq. Hafta o'rtalariga kelib esa qisqa muddatga 7-10 darajagacha havo harorati pastlaydi. 3-martdan 6-mart kunlarigacha O'zbekistonning tog'oldi va tog'li hududlarida vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Sel, suv, toshqin hodisalari ham yuzaga kelishi mumkin. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida qor ko'chish xavfi e'lon qilingan. Ushbu hafta davomida poytaxtimiz Toshkent shahrida vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. Havo harorati poytaxtda kechasi 4-7 daraja iliq, kunduzi 8-10 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda.